знаете, хаммела bilasizlar, что мы наказываем себя за ребенка, да? Farzandimiz uchun o'zimizni jazolaymiz. Мы не можем принять, что мы имеем эпилепсию или энурез. Ya энурез yoki epilepsiyani borligini qabul qila olmaymiz, da. Sapira, благодарю. Shunaqa chuqur uchrashuv bo'ldi. Men boshidan oxirigacha yig'ladim. Hamma narsani eslab chiqdim. Rosa ham chuqur bo'ldi. Разницы нет, какую тему мы берем. Qaysi mavzuni olishimizdan qat'iy nazar, у вас во всех сферах жизни идут изменения. Hayotingizda hamma sohasida o'zgarish ketaveradi. Bolalarimni his qilmay qo'ygan ekanman. Umuman. Ayniqsa kattalarni his qilmay qo'ygan ekanman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, epilepsiya или энурез, в первую очередь, это все программы мамы, onaning dasturlari и папы va otani. Sapira, родная, благодарю jonim. Bunaqa chuqur bilimlar uchun, bunaqa shedris uchun, bu narsalarni bizga o'tkazib berayotganingiz uchun, ko'rsatib berayotganingiz uchun, bularni chiqarish uchun, bizga berish uchun, shuncha yashab o'tgan har bitta daqiqangiz uchun ta'zim qilaman. Qo'llaringizdan o'paman, yuraklaringizdan, oyoqlaringizga ta'zim qilaman. Shunaqa chuqur bo'ldi kurs. Bu darajada chuqur bo'ladi deb his qilmaganim, to'g'risi. Men farzandim yo'q-ku. To'g'ri, endi bolalikka nisbatan qanaqadir bolaligimga tegishli xotiralarim uyg'onadi, lekin u darajada menga tegishli bo'lmasa kerak deb o'ylagandim, lekin juda ham qattiq adashgan ekanman. У кого энурез, да? И эпилепсия. Ikkalanglar qaraysizlar. Энурез ham эпилепсия. Вы очень дружно живете в семье, juda дружный masalan oilada. Командный рух, bel-belga, qo'l-qo'lga, yelka-yelkaga, да, такой вот в командном сознании, такие все друг друга поддерживаете. Прям вот ваш ребенок не смог проснуться утром в школу, maktabga uyg'onolmadi bolangiz, вы вместо него проснулись, помогли, uni o'rniga uyg'onib, unga yordam berdingiz. Там сказали, да не переживай ты, а давай кто первый добежит до школы, xavotir olma, kim birinchi bugun maktabga yugurib boradi? Sanmi, mamma, давай. Есть такое? Bormi shunaqa? Yo'q, конечно. Нет, конечно, чего вы беспокоитесь? Nimadan qo'rqyapsiz? Нет. Вот, и да, мама, да, вот именно, это нормально, мне тоже мама так не делала, menga ham onam shunaqa qilmagan. Sapira, благодарю jonim. Dars boshidan oxirigacha prям hammasi odam yuragigacha shunaqa kirib boradigan bo'ldi. Prям har birida hamma o'zini ko'radigan dars bo'ladi. Kimgadir taalluqli, mana bu joyi menga taalluqli emas degan joyi yo'qda. Prям hammasida biza bormizda, katta odamda ham biza bormiz, onalarni aytganingizda ham bormiz, bolalarni aytganingizda ham bormiz. Har bitta so'zingizda, har bitta mavjudlikda, mavjud ekanligimizda his qilib turdikda. Shunchalik yuragimizga shunaqa yetkazib berdingiz. Ta'zimdaman jonim, har bir bergan bilimizga, yetkazib bergan energiyaga, sevgiga, shunaqa yumshoqlikda o'tkazib berdingiz sevgini. Har bir so'zlaringizda, har bir ohanglaringizda, ko'zlaringizda, qarashlaringizda, kiyimlaringizdagi har bir detal, har bitta toshcha, kiyimlardagi mana bu toshchalar prям hammasi shunaqa многофрактальный, shunaqa созвучный edi. Ребенок понимает, что у него нет границы, пишите. Farzandingiz tushunishni boshlaydi, uni chegarasi yo'q. То есть дома нет места для ребенка. Ya'ni farzand uchun uyda joy yo'q. Hamma unutib qo'ygan narsalarim boshidan ko'tarildi. Hammasi qayerga qarab ketayotganim, qanaqa hayotga qarab ketayotganim. Agar bu bilimlarda bo'lmaganimda, agar bu bilimlarni bilmaganimda qanaqa hayot yaratardim, qanaqa oila yaratardim, qanaqa farzand dunyoga keltirardim. Ребенок начинает чувствовать, что ему нигде нельзя играться, ya'ni uni o'ynaydigan joyi yo'q. Ему ничего нельзя трогать, hech narsaga tegish mumkin emas. Ребенок начинает понимать, что ему пикнуть нельзя, ovoz chiqarish mumkin emas. Кушать нельзя, трогать нельзя, акать нельзя, какать нельзя, ничего нельзя. Endi na ovozini chiqarish mumkin, na tualetga borish mumkin, undoq o'tirish mumkin emas, bundoq o'tirish mumkin emas. Unga tegma, buni olma, uni olib kelma, buni olib ketma. Yo'q, hozir emas. Нет, не сейчас, это потом, это не трогай, это не приноси, это не уноси. Это я сама скажу, o'zim aytganimda. Это вот эта атмосфера, mana shu атмосфера. То есть ребенок начинает понимать, ya'ni bola tushunishni boshlaydi, у меня нет места в этом доме. Bu uyda mani yerim yo'q, ya'ni joyim yo'q.
Men hozir qizimga, o'sha o'g'limga ham boshlangan ekan, u qizimga полностью o'zimni yoshligim qanaqa o'tgan bo'lsa, xuddi o'shani berayotgan ekanman-da. O'zim yoshligim ko'z oldimdan o'tdi, qanaqangi bosimda yashaganim, qanaqangi qo'rquv, rostdan qo'rqib yashardim. Hammadan hech bir mani hech kim ko'rmasa, ayniqsa oyim bilan opam meni ko'rishmasa, menga zamechание berishmasa, meni urishmasa bo'ldi dedi-da. Shunaqa narsalar, shunaqa darajagacha borganman, даже o'zim o'ldirmoqchi bo'lganman, uksusli ichganman, shunaqa narsalar bo'lganda. Hozir bu narsalar esimdan chiqib ketib, men unaqa chuqur bosim bo'lganini, yoshligim qanaqa o'tganini esimdan chiqarib olgan ekanman-da. Na samом деле men подсознательно mana shu hamma narsani qizimga berayotganimni ko'rib yordim-da. Qizimda ham hozir bir xuddi shunaqa deydi-da, men urushsam, boshqa qilsam, siz meni yaxshi ko'rmaysizmi? Siz meni xafa bo'ldingizmi? Mana shunaqa deyishni boshlagan-da. Keyin aniq kuni o'zi bilan gaplashdim-da, men seni urushsam, senga qattiq gapirsam, seni yaxshi ko'raveraman desam, вообще boshqacha bo'lib qoldi-da. Siz meni yaxshi ko'rasizmi shunda ham? Yaxshi ko'raverasizmi? Siz mendan xafa bo'lmaysizmi debdi. Keyin o'shandan keyin чувствовать qilaman-da, bola настолько urushgandan keyin qanaqangi bosimga kirib ketarkan, qanaqangi zajimga, qanaqangi qo'rquvga kirib ketishini ko'rdim-da. Hozir shularni aytyapsiz, yana mana darsda aytayotganlaringizdan keyin yana ham chuqurroq ko'ryapman shu narsalarni. Rosa chuqur bo'ldi. Rostdan ham hamma ota-onalar bemalol qatnashib, bemalol shu bolalar bilan munosabatlarda hamma narsani чувствовать qilib, полностью hayotini o'zgartirib oladigan bilimlar. Bola kechqurun butunlay o'zini qo'yib, o'zini bosh qo'yadi. Bu uni hech kim tegmayotgan payti va o'sha paytda u joy belgilaydi. Ya'ni xuddi hayvonlar daraxtga siyib ketgandek-da, joy belgilaydi. Mana mani joyim, shu mani joyim. Shu yerda menga hech kim tega olmaydi. И он начинает, как бы он метит, да, как бы хочет пометить свое место в постели именно ночью. Это единственный момент, когда его никто не трогает, да. И он говорит, вот это моя граница. Bu kurs shunaqa kuchli kurs ekan. Bu kursda hamma o'qisa bo'ladi. U odammi, hali turmushga chiqmaganmi halida. Shunaqa kenglikda, shunaqa butun hayotini, butun borlig'ini, o'ziga bo'lgan nazarini, o'ziga bo'lgan, butun hayotiga bo'lgan nazarini o'tkazib yuboradigan, ya'ni o'zgartirib yuboradigan, sevgiga o'tkazib yuboradigan. Bola qo'rqoq bo'lib qoladi. То есть он боится всего, hamma narsadan qo'rqadi. Просто pogромче позовешь, он уже испугался. Sal balandroq chaqirib yuborsangiz, "Hay bolam, bu yoqqa kel" deyapsiz, a? "Ну там вот подойди ко мне". Вот всё, он уже испугался, уже qo'rqib ketdi. Это уже начальный этап эпилепсии. Bu уже эпилепсияni boshlanishi. O'zimni bosimda yashayotganimni rosa ko'rdim. Rosa ichimni bosib qo'yayotganimni ko'rdim. O'sha настолько charchab ketganman hayotdan, hamma narsadan charchab ketganman. Hech nima qiziq emas. Qizim kelib o'ynaylik, nodir qilaylik desam, umuman xohishim yo'q, qiziqishim yo'q, hafsalam yo'q. Shunaqa bo'lib ketayotgan ekanman. Настолько o'zimni charchatib yuborganimdan, to'ydirib yuborganimdan. Hozir o'sha hozirdan shunaqa bo'lsa, o'sha yillar o'tgan sari agar men o'zim bilan ishlamasam, ochilavermasam, harakat qilmasam, biroz ham kuchayib keturishini ko'rib yubordim-da. Она требовательна, juda talabchan. Она очень часто наказывает, juda ko'p jazolaydi bolalarni, да. Она беспощадная, kechirimsiz. Она ни себя не прощает, ни детей не прощает, на o'zini, на bolalarni kechiradi. То есть я тогда ей тоже сказала, я говорю, давайте с вами поработаем, keling siz bilan ishlaymiz. Она сказала, нет, работайте моей дочкой, не я больная, man emasman kasal, qizim bilan ishlang, да. И вот так вот я очень много проживала с клиентами. С эпилепсией работается, если интенсивно, хотя бы 3 месяца, и все, больше не возвращается. Эпилепсия bilan juda intensivно ishlasangiz 3 oy ishlay olasiz va boshqa qaytmaydi epilepsiya. Но 3 месяца нужно работать, lekin 3 oy ishlashingiz kerak bo'ladi. Вот. Поэтому это будет сегодня первая серия, да, нашего курса. Bu kursimiz birinchi seriyasi. Через немного у нас будет вторая часть курса, тоже 3-дневный. Отгинадан keyin bir oyla ishlaysiz ustingizda. Через месяц вот вы поработаете. Вот я буду 3 дня с вами работать, да, 3 kun siz bilan mehnat qilamiz. Потом будет вторая часть, ikkinchi qismi. Потом вы его выполнять будете, keyin uni bajarasiz. В любом случае, нам нужен срок все это доработать. Baribir bizga vaqt kerak. Ularni hammasini o'tirib ishlab olishga.